Men u bilan bir necha marta uchrashganman, lekin bu kecha boshqacha edi. U mashina eshigini ochdi. Men salonga o'tirdim. Yumshoq atir hidi butun havoni to'ldirib, radioda esa past ovozda qo'shiq aylanardi. Biz sukutda yo'lga tushdik. Lekin shu sukutning og'zida yurak urishlarim juda yaqqol eshitilardi. Bir payt u menga qarab sekin jilmaydi. Uning ko'zlarida shunday narsa bor ediki, go'yo butun olam to'xtab, faqat ikkalamiz qo'ldangandek. Mashina shahar chetidagi tor yo'lga chiqdi. Atrofda chiroqlar yo'q, faqat oy nuri yuzimizni yoritardi. U mashinani to'xtatdi. Sukunat cho'kdi. Yuragim tobora tez ura boshladi. U qo'lini cho'zib qo'limni ushladi. Nafasim beixtiyor tezlashib ketdi. Ko'zlarimiz bir-biriga qadalgancha sukutda gaplashardi. Shu onda vaqt yo'qolgandek, olamda faqat u va men qolgan edik. Uning qo'li issiq edi. Men esa beixtiyor larzaga tushdim. Hamma gapsiz, faqat yuraklarimiz urishini eshitardik. U asta qo'limni qo'yib yubormay, sekin yonimga yaqinlashdi. Nafaslari yuzimga tegib, atir hidiga qorishib yuragimni larzaga solardi. "Sen bugun juda boshqachasan", dedi u pichirlab. Men esa javob bera olmadim. Tilim qotiq, faqat ko'zlarim bilan qarab turardim. U sekin qo'limni yuzimga qo'ydi. Barmoqlari bilan yonoqlarimni siladi. Shu payt butun vujudimdan iliqlik o'tdi. Tashqarida shamol yaproqlarini ishtirlatardi. Ammo biz uchun dunyo shu mashina ichida to'xtab qolgandek edi. U asta menga egilib, peshonamga lab tekizdi. Yuragim xapirqib, beixtiyor ko'zlarimni yumdim. Uning lablari yuzimdan siljib, asta lablarimga yaqinlashar ekan, butun tanam qizib ketdi. Men beixtiyor boshimni yon tomonga egashtirdim. U esa shu lahzada meni bag'riga tordi. Nafaslarimiz aralashib, ichimizda to'lqinlar uyg'onardi. Olam jim edi. Faqat yuraklarimiz urishi va ichimizdagi yashirin istaklar ovoz chiqarayotgandek tuyulardi. Uning nigohidan ko'z uzolmasdim. U ham menga uzoq qarab turdi-da, so'ng qo'llarini yelkamdan tushirmay, asta yuzimni siladi. U teginishi bilan tanamda iliqlik yoyildi. Yuragim esa tobora tez ura boshladi. Men asta jilmayib, "Nega jim turibsan?" dedim pichirlab. U lablarini qulog'imga yaqinlashtirib, sekin ovozda, "Chunki so'zlar bu holatni ifodalay olmaydi", dedi. Bu gapdan so'ng men beixtiyor ko'zlarimni yumdim. U esa meni bag'riga mahkamroq bosib, lablarini peshonamga tekizdi. Nafaslari yuzimni qitiqlab, yuragimni larzaga solar, butun ichimni hayajon bilan to'ldirar edi. Mashina ichidagi sukunat bizning yuraklarimiz tovushiga qo'shilib, bitta musiqadek eshitilardi. Men o'zimni butunlay erkin his qildim. Go'yo hech qanday chegara qolmagandek. U asta qo'limni ushlab, sekin qo'liga olib o'ynadi. Uning barmoqlari menga iliqlik baxsh etar, men esa beixtiyor unga yaqinlashar edim. Shu lahzalarda hammasi oddiy, ammo bir vaqtning og'zida juda sirli va unutilmas bo'lib tuyulardi. Oy nuri oynadan tushib, yuzimizni yoritib turardi. U menga tikilib, "Men seni qo'yib yuborishni istamayman", dedi. Men esa yuragimdan chiqqan samimiyat bilan "Men ham", debgina javob bera oldim. Uning so'zlaridan so'ng yuragim yanada tez ura boshladi. U meni bag'ridan qo'yib yubormasdan sekin boshimni yelkasiga qo'ydim. Shu onlarda o'zimni mutlaqo xavfsiz, himoyalangan va mehr bilan o'ralgandek his qildim. U asta sochlarimni silab, "Sen bilan vaqt boshqacha o'tadi", dedi. Men esa jilmayib, "Go'yo butun dunyo jimki bo'ladi, faqat biz qolamiz", dedim. Shu so'zlardan so'ng u sekin yuzimni o'ziga qaratdi. Nigohlarimiz yana to'qnashdi. Bu safar ko'zlarimizda nafaqat istak, balki mehr va chuqur ishonch ham bor edi. U asta menga egilib, lablarimga tekizdi. Bu o'pich oddiy emasdi. U yurakdan, samimiy va uzun edi. Men beixtiyor ko'zlarimni yumdim. Nafaslarimiz bir-biriga aralashib, yuraklarimiz bir ohangda ura boshladi. Mashina ichida hamma narsa unutilgan, faqat bizning issiqligimiz qolgan edi. Uning qo'llari yelkalarimni mehr bilan qucha, men esa bag'rida erib borardim. Bu yaqinlik bizni yanada bog'lab qo'yar, oramizdagi masofani butunlay yo'qotar edi. Tashqarida shamol ishtirlatardi. Oynadan oy nuri yuzimizga tushardi. Biz esa shu tun, shu lahzani o'zimiz uchun abadiy xotiraga aylantirayotgan edik. Uning lablari mening lablarimda uzoq turdi.
Har bir lahza cho'zilib ketayotgandek, ichimda esa nimadir yonib, qo'zg'alayotgandek edi. Men beixtiyor uning bo'ynidan quchoqlab oldim. Shu on go'yo butun dunyo yo'qolgandek, faqat biz qolgan edik. U asta boshimni silab, sochlarim orasidan barmoqlarini o'tkazdi. Nafaslari yuzimga urilib, tanamni junbushga keltirardi. Men esa o'zimni erkin qo'yib, unga yanada yaqinlashdim. Bu yaqinlik nafaqat tanamizni, balki qalbimizni ham birlashtirayotgandek edi. Men seni juda sog'ingan, dedi u sekin qulog'imga pichirlab. Men yuragim hapriqib, men ham dedim va yana ko'zlarimni yumdim. Shu ona u meni o'ziga mahkam quchib oldi. Biz sukutda, faqat yuraklarimiz tovushida gaplashardik. Mashina ichida issiqlik taralib, tashqarida esa kuzgi shamol ishtirlatar edi. Oy nuri bizning sirimizni bilib, jimgina guvoh bo'lib turardi. Vaqt qanday o'tayotganini sezmadik. Bir zum ko'zlarimizda hayajon, keyingi lahzada esa tinchlik va mehr aks etardi. U qo'llarini yuzimdan tushirmas, men esa lablarini tark etkim kelmasdi. Shu kecha bizning oramizdagi masofa butunlay yo'qoldi. So'zlar keraksiz edi. His-tuyg'ularning o'zi yetarli edi. Har bir nafas, har bir teginish yuragimizda iz qoldirar, bizni tobora yaqinlashtirardi. Tashqarida asta tong yorishi boshladi. U boshimni yelkasiga qo'ydi. Men esa ko'zlarimni yumib, uning yurak urishini tingladim. Shu lahza menga hammasidan ortiq baxt tuyulardi. Biz bir-birimizga qarab jilmaydik. Hech kim hech narsa demadi, ammo ikkalamiz ham bir xil his qilar edik. Bu tunni umrimizning oxirigacha eslab qolamiz. Tong sekinasida yorishayotgan edi. Oynadan kirib kelayotgan yorug'lik uning yuzini yoritib, ko'zlarida iliqlik paydo qilardi. Men beixtiyor jilmaydim. U esa sekin boshimni silab, qulog'imga yaqinlashib, "Men seni hech qachon qo'yib yubormayman", dedi. Bu so'zlarni eshitgach, yuragim butunlay erib ketgandek bo'ldi. Chunki men ham shu lahzada xuddi shunday his qilardim. Biz mashina ichida uzoq o'tirdik. Tashqarida esa tungi havo yangidan uyg'onayotgan tabiat kabi toza edi. Qushlarning chug'ur-chug'uri eshitilardi. Shamol esa barglarni asta ishtirlatardi. Bu manzara ichida bizning sukutimiz ham o'ziga xos musiqaga o'xshardi. U qo'llarini mahkam ushlab, menga qarab turdi. "Sen mening uchun oddiy inson emassan. Sen mening quvonchim, mening sog'inchligim, mening katta baxtimsan", dedi. Men ko'zlarimni yumib, uning so'zlarini yuragim bilan his qildim. Chunki u gapirayotgan har bir so'z haqiqat edi. Bu so'zlarda shunchaki mehr emas, balki chin dildan kelgan muhabbat bor edi. Biz mashinadan chiqib, xiyobonda sekin yurishni boshladik. Yerdagi oyoqlarimiz ostida ishtirlardi. U qo'limni qo'yib yubormasdan yonimda qadam tashlar. Men esa o'zimni butunlay erkin his qilardim. Bir payt u to'xtadi. Yonimga yaqinlashib, "Bilasanmi, sen bilan tong qarshi olish menga hayotimdagi eng unutilmas lahza bo'ldi", dedi. Men jilmayib, "Bu tong bizning baxtimizning boshlanishi bo'lsin", deb pichirlab javob berdim. Shunday qilib biz tongni qarshi oldik. Bu oddiy tong emasdi. Bu bizning yangi kunimiz, yangi umidimiz va yangi muhabbatimizning ilk qadamlaridan biri edi. Oradan bir necha kun o'tdi. Har kuni tong otganida o'sha mash'um tun, oy nuri ostida bo'lib o'tgan yaqinlik, sukut va yurak urishlari esimga kelardi. Go'yo o'sha lahzalar ham tanamda yashayotgandek edi. U ham befarq emasdi. Har kuni qo'ng'iroq qilib, ovozida mehr bilan so'rardi. "Qalaysan? Bugun kayfiyating qanday?" Uning ovozi eshitilishi bilan yuragimda qandaydir sog'inchlik paydo bo'lardi. U menga odatdagidan ko'ra yaqinroq bo'lib qolgandi. Endi men ham unga befarq qaray olmasdim. Bir kuni u meni shahardan tashqariga olib chiqdi. Daraxtlar orasidagi kichikkina so'lim joyiga mashinasini to'xtatdi. Havoda yangi ochilgan gullarning hidi, qushlarning chug'ur-chug'uri bor edi. Biz uzoq sukutda yurib, keyin o'tirib oldik. U qo'llarimni ushlab sekin qaradi. "Seni hayotimga yuborgani uchun taqdirga shukr qilaman", dedi. Bu so'zlar mening yuragimni larzaga soldi. Men ham unga qarab chuqur nafas olib, "Men ham shunday his qilyapman", dedim. U asta meni bag'riga tortdi. Uning quchog'i endi menga begona emas, balki eng yaqin va eng ishonchli panohim edi.
Har safar bag'rida bo'lsam, butun tashvishlarim, qo'rquvlarim, yolg'izligim unutilib ketardi. Kun botayotgan edi. Quyoshning so'nggi nurlari yuzimizni yoritib, atrofni oltinday charon qilardi. Shu manzara fonida bizning ko'zlarimiz yana to'qnashdi. Bu safar ular yanada chuqurroq, yanada ishonchliroq edi. Meni hech qachon tark etma, dedim men sekin. U esa jilmayib, qo'limni mahkam ushladi. Hech qachon, dedi qat'iy ohangda. Shu ondan boshlab bizning munosabatimiz endi oddiy uchrashuv emas, balki ikki qalbning